bo'ladi. Said Ahmadning navbatdagi to'lgan kunlardan bittasi yig'ilishda edi. O'sha yerda bir juda ham bir ajoyib gap bo'ldi Said Ahmad aka. Endi ham shu yerda bitta nimadan mavzudan tashqariga chiqaman. Buni Shamsiddin aka ham aytadilar. Osh damlash, osh pishirish masalasida ancha-muncha odam Said Ahmad domlani haligi qo'liga suv ham quya olmas edi. Bunaqa chin dachasi degan oshlarimizni o'zlari tayyorlagan. Hali birorta boshqa joyda yegan emas. O'sha yerda men o'zim guvoh bo'lganmanki, Said Ahmad o'zlari aytganda o'sha davr davomida Shamsiddinjon haqiqatan butun bir millatni dardini, so'zlarini, gaplarini butun bemalol odamga dunyoga yetkazishga qobiliyati bor inson. Shuning uchun agar meni qo'limda bo'lsa, mana shu ko'kragimdagi haligi qizi, haligi yulduzimni ko'rib ko'rsam, bu kishiga men taqib qo'yardim degan gaplarni men eshitganman. Shunaqa holatlardan bittasi aka-uka Aziz va Laziz